Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Magic Layers bo'limi bilan tanishamiz. Canva ilovasiga kiradigan bo'lsak, bosh sahifada Magic Layers degan bo'lim turibdi. Birinchilikda o'shani ustiga bir marta bosamiz va Select Media'ni bosib, galereyamizdan bitta rasm tanlab olamiz. Bu funksiya nima qiladi deydigan bo'lsak, avval Pinterestdan biror bir dizaynni yoqtirib, o'shani yasamoqchi bo'lsak, birga bir yasolmagan bo'lsak, bu funksiya o'sha dizaynni qatlamlarga ajratib beradi, ya'ni yozuvlari, ikonkalari va rasmlarni ajratib beradi. Bu orqali esa o'sha dizaynni o'zimiz xohlagandek o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Rasmni yuklagach, biroz kutamiz. Va mana ko'rib turganlaringizdek tayyor bo'ldi. Bu dizaynimizni qatlamlarga ajratib berdi. Mana ko'rib turganingizdek qismni alohida olsak bo'ladi yoki ikonkalarni. Hattoki o'sha dizayndagi matnni ham ajratib beradi, ammo buni bir kamchiligi bor. O'sha matnni ajratganda dizayn matnda ishlatilgan sherif Canva'da bo'lmasa, u o'zida bor o'shanga yaqin sherifni qo'yib beradi. Biz matnni o'zgartirishimiz yoki uni sherifni rangi yoki effektlarini ham o'zgartirishimiz mumkin. Xullas, bu funksiya menga juda ham yoqdi. Shuning uchun sizlarga ham manfaatli bo'lgani uchun o'rgatishga qaror qildim. Keyingi darslarimizga ko'rishguncha, xayr!